İnsan hayat sahnesida gahi sultan, gahi qalandarning rolini oladi. Men tug'ilib toki oliy maktabni bitirguncha ota-onamning tarbiyasida bo'ldim. Oliy maktabni bitirib, cho'ng shaharlarda qolmay, o'z yurtimga qaytib keldim. Yeziq ishga tushdim. Mening faoliyatchiligim, ish qilishdagi kaskinligim ommaga yarab, bir hurra bilan yez boshliq o'rniga chiqarib qo'ydi. Xalq menga ishongan siri yuragim yo'g'nab, o'zim xohlagancha ish qiladigan bo'ldim. Maishatning tumanlari vijdonimni, g'ururimni to'sab, meni shundoq bir holga akab qo'ydiki, onamning o'z ko'ziga ishonmay, o'zining shundoq bir mal'unni dunyoga opridi qilganiga zor-zor yig'ladi. Shu kunlarda yana birisi ko'zimga mix bo'lib qoldi. O bo'lsa-mu ovu kelgindi, atalmış akam kamil edi. Uni yo'qtish hayot yo'limdagi nishonim edi. Shuning bilan qor qo'limni uning sundim. Aks taqdir meni jafokash xalq ustidan mehribon onamdan ayirib qorong'u turmaga tashladi. Adolatning nuri mendek bir xalqning kushanchisini abdi basharsini ichib tashladi. Ana. Astroq. Qachon keldingiz? Atdiganlarga yiqilib qopti. Doktor. Ahvoli ancha yaxshi emas. Tov qildim, tova. Zinnatxonga nima bo'lgan endi? Ehtiyotsizlikdan yiqilib tushibdi emasmi? Asli uning yurak kesilibdi. Ko'ngli xotirjam bo'lsa bo'ladi-da. Ular kayni-kayndan ko'ngilsizlik keldi. Ular kimning ichi og'rimaydi? Davud ajoyib oliyjanob odam edi. Endi Zinnatxonmi? Hey. Bu ish Kamilg'imi? Ro'yi besim bo'lib qoldi desizlar. U bolalar bunchalik bo'g'icha ruhiy besim uchrab boqmagan. Hey, haqiqatan odamning ichi siyriladi juma. Shuni dang. Zinnatxon qanday qilamdi? Ana. Men sizsiz yaşayamayman. Anangizning yurak kesili ig'irlashib ketyapti. Uning bakir ko'ngil belinglar. Haddidan ziyod chechilmasin, yaxshi tamasin. Ig'ir emas-ku. Men dori yezib beray, dorini vaqtida yapasan. U hozir tasallik muhtoj. Ana. Bo'ldi. Ko'nglingizni buzmang ana. Bizni o'ylab qo'ying. Dadam rahmatlik tugab ketdi. Bizning sizdan bo'lak nemimiz bor ana? O'zingizni asrang. Bolalarim, dadanglar rahmatlikning nurg'un pilallari bor edi. Endi uning pilallari quruq gapga aylanib qolarmi deb ansirayman bolam. U yezimizga nurg'un ishlarni qilib bermoqchi edi. Orzusiga yetolmay ketib qoldi-da. Ana, xotirjam bo'ling. Akam bilan men umidingizni cho'qim oqlaymiz. Dadamning izida mamimiz. Jinim bolam. Bolalarim. Ana, yaxshi qoldingizmi? Qani. Qani o'ltiring. Yana sizni avar qildik-da bolam-a? Yo'q-ay. Qani asla. Ana. Qani. Ketib yiqin. Bog'ning mevalari toza o'xshabdi-da, ha? Shunday. Ukam, sen mo'la. Sizmi ketib yiqin? Rahmat sizga. Ko'nglingizni buzmang Kamil. Siz kichigimdan boshlabla menga turmush to'g'risida ta'lim beratdingiz. Qanday yashash kerakligini o'rgatdingiz. Men turmushning xilma-xil sinoqlariga duch kelganimda menga tasalli berib, meni ruhlantirdingiz. Men sizning turmush prinsipingizga haqiqatan qoyildim. Lekin hozircha
siz günden günge tügüşüp gityapsız Kamil. Aslında Davut akam bilen dadam. İkimizдің toy işimizni hiç kimge uqturmay maslahatlashib ekan. Lekin o baxtga qarshi vafot bo'ldi. Bechora onangiz bilan Shomuning ahvolini sizdan boshqa kim o'zgarta oladi? Davud akam tugab ketdi. Lekin siz kundan kunga tushkunlashib yurayversangiz, dadangizning umidini qandoq oqlay olaysiz? Yiroqlarga nazar tashlang. Dadangiz sizdan, Shomildan faxrlansin. Şamil, unutup qağılı, taslı qaptı mən balam. Baya yezliq partikom sekretari telefon berip diken. Seni Nailik partikom xalq hükümetinden yezimizden muavin başlıqlığı gösteripdi. Rasma apa? Şundaq bolmamdıgan. Mübarek bolsun ukan. Yaxşı işligen. Yaxşı işligen balam. Dadan rahmetlikning ro'yi xoş bop qalsın. Obdan isla balam. Dadan rahmetlik bo'lgan bo'lsa, qancha xoş bo'lib ketgan bo'lar edi. Ma'qul apa. Endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? O'zimni uqmayman. Ish qilib Gulmirani Komilga hargizmi tatqizib qo'ymayman. Uni qo'limga tushagan. Muhabbatni zo'rlab tong'ilib bo'lmaydi odash. Qarab tur. Vaqti kelganda men har qanday askar qilishni yanmayman. Eliga Komil kan. Saboqdoshlar, bugungi darsimizda savol jumlalarning tuzilish xususiyati haqida so'zlab o'tdik. Tushunmagan yeringlar bo'lsa, hozir so'rasanglar bo'ladi. Sizlarga qoldirmoqchi bo'lgan topshiriq 32-betdagi 1-2 ko'nikmalar. Saboqdoshlar, topshiriqni astoydilroq ishlasak. Endi saboqdoshlarga bugungi darsimizning asosiy mazmunlarini qayta bir so'zlab beray. Bugungi darsda asosligi so'zlangani savol jumla.
Sual cümlelerinin hususiyeti hem alaydiligi hakkında to'xtalib o'tdik. Bugungi darsimizda tushunmagan yeringlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Topshiriqda diqqat qiladigan bir qancha masala bor. Sual cümlelerinin o'rni, uning hususiyeti qatorliqlar. Buningga alohida diqqat qilib qo'ysanglar. Moga top oynaymiz, moga. Bo'la adaş, bo'la tez. O'yin berib top o'ynab kelaylik. Akalar daftarimni bering. Al kitobni. Bo'la. Ha. Moyniga tushma adash. Hey, bu yoq tepmamsa. Monim tepkindi. Yaxshisiz malla. Sinib qolmadinglarmi? Darsdan tushdingizmi? Maktab mudiri sizni izlayotgandi. Amsi men berib boqay. Ma'qulamsa, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Ey adash, o'tganki ziyofatning pulini qanday qilay deb o'tsa? O chaqda holimga boqmay, ish qilib tikanman adash. Hamisi bu qitimqini-chu? Bu qitim obdanroq bir ichib ko'ngil ochayli. Pulning gapini keyin deyishayli-chu. Undaq deganing bilan keladiganlar sana zo'r umid bog'lab keladigan tursa. Hozircha yana nesi qilayli? Qolgan gap bo'lsa shu vaqtda deyishmamdoq, ha? Amsa men katta. Ma'qul. Amsa shundaq bir, ha? Xo'sh, xo'sh. Bu mundaq ish. Aslida sizni bo'libmi, mushundaq vaqtda bundaq vazifaga qo'ymasam bo'ladi. Lekin bu ish maktabimizning yuz obro'yiga bevosita munosabatli bo'lib qoldi. Maktabimizda bu ishga mos keladigan sizning qobiliyatli kerak odam chiqmay qoldi. Bunisi sizga oydin. Lekin uydagi ishlarga onam bilan inim yetish bo'lmaydi desangiz, u mo mayli. Boshqa o'qituvchilar chiqsimi bo'ladi. Qog'inni yaxshiroq o'ylanib beqing. O'ylashi shojatsiz mudir. Men chiqay. Maktab menga ishongan ekan. Men rahbarlikning umidini yerda qo'ysam bo'lmaydi. Ha, yaxshi ishlar. Men yashinib qoldim. Siz endi maktabning birdan-bir to'riga bo'lib qoldingiz. Shunga yaxshi ishlar. Qani, xo'sha. Man qaradash. Bu mundaq ish. Onamning kesili ig'irlashib qolgan, shunga ozroq pul lozim bo'lib qolgan edi. Qanaq? Yordam qila olamsan? Man qara, qaytirib yutman. Qo'limga pul kirsa, ha? Men bir amalni qilay. Men sana ozroq berib tursam bo'ladi. Lekin vaqtida qaytirgan. Ma, birinchiga? İlgari menmi onun oldi olsam onun keyni edim qara. Hozir ishlar bag'ansir taslishib ketyapti. Opam Mama amaliy xo'p qoldi. Qola. Shunga mushu bir qitim yordam qilaversam bo'pti adash. Obdan davolatgan. Mana bu 5000 so'm. Doktorxonaga topshiribdir. Yetmasa Rahmat sana adash. keyin yana bir amalni qilamiz. To'g'ri gap.
Qani ola. Ha, rahmat sana. Ala. Apa. Men pat yaqında o'qishga mang'adigandek turaman. Agar men ketib qolsam, siz qandaqmi qilasiz? Xotirjam bo'lg'in bolam. Dadang rahmatlikning umidimi? Sizlarni yaramliq odam qilishdi. Tirishib o'qig'in bolam. Tirishqin jinim bolam. Lekin Shamil kech-kechlab uy kirmaydigan tursa, Yo'q, mendan nargiz ansirma. Jin, Sen yaxshi appa. o'qisan. Qandaq bu chiroyli sigir u qizchaqni tutib oldim. Qandaq bu chiroyli sigir u qizchaqni tutib oldim. Yo'l ustida xijolat qilib Belki tutib oldim. Yol üstüde hicalet Muhabbet men seni canımdan sevgandim. Muhabbet men senga ko'nglimni bergandim. Muhabbet yolg'izim sevgilim degandim. Sen menga vafo qilmading. Muhabbet men seni jonimdan sevgandim. Muhabbet men senga ko'nglimni bergandim. Muhabbet Ha, rahmat. yolg'izim sevgilim degandim. Amsa, og'illa, men ishga o'zgap qilay. Xizmatga chiqqandan buyon tuza kerakmi? So'rin qilib beribdi. Bugun bu yerda ichilib, yeyib o'ynaymiz. Qandaq dedim og'illa? Qo'shabsa, ha? Qo'sha. Men ertimağman gülmire. Lekin onamdan faqatla xotirjam bo'lolmayapman. Xotirjam bo'ling Kamil. Onangizning holidan men xabar olaman. Lekin Shamil Ben dersini tushimga u degan qo'yindekli yugurib keldi. Ondan qarab shundoq kulgim keldi ki. siz Kamil. Ajab qiziq gap qildi ekansiz. O nima ichilib ketibdi men. To'xmo. O'zimni bilmay usulga tushib ketibman emasmi? Asta. O, ha? Onu tanımsa? Tanıyman. O Ha? Şamilning mabdi. Ha? Bu hepsi bu.
Hey, Şamilni muhabdi dese bu Kamil bilan ketib bordigamsa. Hey, mashina qaramamdigan. Hey. Hey. Birinci, ben işini görüp kaldım kara. Kamil bilen Gülmire belli ketip baradı. Birbirinin kolunu tutuşup yine. Nimde de? Rast. Öz gözüm bilen köydüm, ula belli ketip atıdı. Ha, izzetini bilmeydi han. Hem de kanı kılsa. Qaraptır. Merhum Davut bilen deyişkinimizde toy işide Kamil'nin ağzıga qaraydigan boğan toq. Kamil mo aqılliq, zerek balı buldu. Şuna toy işide yanılı onun ağzıga qarasak. Qandaq deysile? U bizga kuyog'il bo'lsa, menmi qo'shilaman. Menmi Qosimning fikriga qo'shilaman. Shundaq bo'lsin. Mening boshqa fikrim yo'q. Buluda əmsə, sizlərinin degininglardək bolsun. Meningmi g'imim shulardila qoldi. Əms shundaq qilayli. Qani. Deysile. Hey, Şamil ma? ha, men kim o? Ben Sıdık. Ha, qandaq deşikmi? Eli pulni elimi jiq kechiktirib etding. Ata akapam sen qat'iy bo'lmaydi juma. Ma'qul. Xotirjam bo'la, atli yetkazib berma. Agar ata akap bermasang, biz sotib ko'rishimiz. Hey, atli yetkazib berma dedim-ku. Ma'qul, shundoq bo'lsin emsa. Birsiga qarz bo'lib qolganmisan? Yezning puli, shuni söylabdi. Yezning qarzi yo'q-ku. Voy, sen nimani bilasan aka? Hamma ishga aralashib oldi ekansan. Qo'ya seni. Ma'qul. Ehtiman. O'qishga manaman. Apam ham uydagi ishlarning hammasi sana qoldi. Obdanroq qarab qo'yasan. Xotirjam bo'l aka. Mana men bor. Xotirjam yo'lingga mengib egin. Maya kichik bola bo'lmasam, tapilab ketgan. Onamdan ansirab qoldim.
Helimo Davud Changjanning yuzini qilib, bu pulni hozirgacha keyniga surib keldi. Endi bam sana qalmashmaydi Juma. Sidiq aka, sen undaq joyliq qilmagan. Bizga yana 2 oy vaqt be. 2 oygacha biz pulni cho'qim tayyor qilamiz. Nemishqa ayolimning kesili ig'irlashib qolg'achqa do'konlarni setyapti. Buni obdan bilasan-ku. Sen undaq degining bilan Ishqilib, at kechgacha pul mening qo'limga tegib bo'lsin. Bo'lmasa sotda ko'rishib qolamizmi-ki? Sidiq aka, bundaq desang, Helimo bak so'rayapti. bizdimi amal yo'q-da. Yana ozroq vaqt bergan bo'lsang, Uxlab tushing. Qanchalik pul kesmaydiki, o'zimning 100 obro'yini cho'qim qo'g'dab qolaman. lekin hozirgidek sharoitda bu Yana bormi tikdiqlar? Che. Ha, tush. Mana 500. Ha, mana. Yaring bormi? Mana ranqata. Osta, yana uftiratgan oshmamda. Ha, yana bormi? Hey, tika. San keldi. Ha, mana 500. Acha qartığını. Hey. Yana bormi? Ha? Yana bormi? Ha? 500. Yaxshi, to'xtabdi, Juma. Mana Ha, mana. Ha! Bormi? Ha? Yana bormi? Mana. Bormi? Qanasılar? Balam, o'zingizchi. Men tamoq yeb kirgan. Qani. Sizni toza japoq solgan bo'ldimi? Uyingizdagilar tinchlikmi, balam? Tinchlik. Har kim bo'lsa omon bo'lsin. Qani o'zingizim choy iching. Ma'qul. O'xshabdimi? Ha, shundoq o'xshabdi. Rahmat sizga, qizim. Yo'qay. Oy, Shamil, keling, o'tiring. Nima ish qilyapsiz? Anangizga uylarni yig'ishtirish beryapman. Qo'sog'ingiz ochdimi? Nima qarayapsiz? Ha? Hech nimaga. Oyjon. Gulmira. Siz birisining ishqingizda ko'yib yurganligini bildingizmi? Nima deysiz? Sizning ishqingizda menga kecha-kunduz uyqu yo'q. Men sizni chin dilimdan yaxshi ko'raman, Gulmira. Voy, chiqqanlar nim bo'ldi. Yuzingga nim bo'ldi, balam? Ha, hech nima. Bir narsa chiqib qopti ekan. Qizim, siz bekcha patatdingiz. Yo'qay. Rahmat sizga. Shamil, yezi boshliqini yo'lda uchirtib qolgandim. Ana, uylarni tozalab bo'ldim, men chiqay. Azroq o'ltirib ketsangiz bo'lmamdi. Bo'ldi, uydagilar meni saqlayotdi, men chiqay. Ma'qul, balam. Uzatma demamsa, ota-onangizga salom ayting.
Balam Şamil. Yezi başlığı seni hizmetki köngül bölmeye atıdı. Eş işretke berilip ketdi deydi. Bu iş rast mı? Ana, nim deydigan siz? Hem kişinin özü tutuq dädi boladı ekan emasmi? Senin nemi derdin ba? Ana, uyda qancha pul var? Pul? Pul yok. Rast yo'qmi? Ba pulning hammasini dadangning oxiratligi bilan naziriga ishlatib boldik. Akang o'qishga mangdigan vaqtda uyning rasxoti uchun 500 yen qoldirib ketgan. Yetamdi. Nima? 500 ya? Şamil, canım balam, neymiş kılatsın? Canım balam, onda kımmığın. Ay. Canım balam, onda kımma, öyde pul yok. Ay. Canım balam. Canım balam.